Ushbu loyiha Xalq banki Izboskan universal BXM hamda Andijon viloyati Izboskan tumani Urganchi MFIsi 177-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga lavanda o'simligi ekilgan bo'lib, jami yer maydoni 14,8 gektarni tashkil etadi. Dehqon xo'jaliklariga 148 ta xo'jalikka bo'lib berilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 10 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Lavanda o'simligi eng so'nggi texnologiya asosida ekilgan. Har bitta xo'jalik 10 sotikdan yer olib, o'z vaqtida dorlash ishlari va sug'orish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. O'simliklarga yaxshi qarov va yaxshi oziqa o'z vaqtida dehqon xo'jaliklar tomonidan amalga oshirilib kelinmoqda.